Rossiya tunda Kiyev shahri va viloyatlariga zarbalar berdi. 15 kishi halok bo'ldi. Rossiya qo'shinlari tunda Ukraina poytaxti Kiyev va Kiyev viloyatiga ballistik raketalar hamda dronlar bilan ommaviy hujum uyushtirdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida kamida 15 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar esa turli darajada jarohat olgan. Hujum eng ko'p Kiyev viloyatining Bucha, Brovariy va Fastov tumanlariga zarar yetkazgan. Viloyat ma'muriyati rahbari Timur Tkachenkoning ma'lum qilishicha, halok bo'lganlarning 9 nafari Brovariy tumanida, 4 nafari Bucha tumanida va yana 1 kishi Fastov tumanida hayotdan ko'z yumgan. Bundan tashqari kamida 22 kishi jarohat olgan. Brovariy tumanida omborxonalar va ishlab chiqarish binolari shikastlangan. Bucha hamda Fastov tumanlaridagi logistika markazlari ham zarba ostida qolgan. Qutqaruv xizmatlari vayronalar ostida qolganlarni qidirish ishlarini davom ettirmoqda. Hujum faqat viloyat bilan cheklanmagan. Kiyev shahrining o'zi ham raketa va dron zarbalariga uchragan. Shahar meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, poytaxtda 1 kishi halok bo'lgan, yana 26 kishi jarohatlangan. Ulardan 16 nafari shifoxonaga yotqizilgan, 4 nafarining ahvoli og'ir ekanligi bildirilgan. Klichko Galasayev tumanida xususiy uy va omborxona vayron bo'lganini, vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Shu hududdagi noturar joy binolaridan biriga berilgan zarba oqibatida ammiak sizib chiqishi qayd etilgan. Maxsus xizmatlar hududni nazorat ostiga olib, vaziyatni bartaraf etish choralarini ko'rmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi esa tungi hujum harbiy maqsadlarga qaratilganligini bildirgan. Vazirlik bayonotiga ko'ra, Kiyev shahri va viloyatidagi harbiy yuklarni saqlash va yetkazib berish markazlari, shuningdek dronlar ishlab chiqarish bilan bog'liq transport logistika obyektlariga ommaviy zarbalar berilgan. Mustaqil manbalar ushbu da'volarning barchasini to'liq tasdiqlagani yo'q. Hozircha hududlarda qutqaruv ishlari davom etmoqda. Qurbonlar va jabrlanganlar soni aniqlashtirilmoqda. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush davom etar ekan, har ikki tomon harbiy amaliyotlar haqida turlicha bayonotlar bermoqda. Vaziyat yuzasidan yangi rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinishi bilan yangiliklar ham yangilanib boradi. Shu kabi eng muhim xalqaro yangiliklarni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.